Siz azizlarga va menga hammamizga Ibrohim Adham rahmatullohi alayhini nasihatlarini aytib bermoqchi edim. Qanday qilsak tavba qilib gunohlarga qaytmaymiz, buni o'rgatgan ekanlar. Bir kishi kelib, "Men Alloh taologa gunoh qilsam tavba qilaman-u, keyin yana o'sha gunohni qilib qo'yaveraman" dedi. Yana tavba qilaman, yana qaytib qo'yaman. Shunday tavba qilsam edimki, shu gunohlarni qilmasligim uchun nima qilsam bo'ladi deb so'radi. Aytibdilarki, "Alayki bi khams khisal litakuna min ahli tavba va litatruka al-ma'asi." Senga debdilar 5 ta narsani o'rgataman. Shu 5 ta ishni qilsang, gunohlardan tiyilasan, tavbada turasan, tark qilasan. 5 ta narsani o'rgatdilar. Shu tavsiyani beryapti hozir siz bilan bizga. Birinchi tavsiyani aytibdilarki, "Iza aradta an ta'siya Alloha", modomiki sen Allohga gunoh qilmoqchi ekansan, "Fala taqul min rizqillahi" dedi. Unda Allohning rizqini yemay turgin dedi. Allohning rizqini yemasdan turib keyin o'sha qilgan gunohni qilgin. Haligi odam subhanalloh dedi. Kefada qanday bu? Hamma yo'q Allohning rizqi-ku, meni olayotgan nafasimgacha. Qanday buni tark qilaman deydi. Ibrohim Adham aytdilarki, Allohning rizqini yeb turib bo'lmasa sen qanday gunoh qilmoqchisan dedi. O'zingga shu savolni berdi. Allohning rizqini yeb turib keyin qanday gunoh qilmoqchisan bo'lmasa dedi. Qilmoqchi bo'lsang rizqini yema. Buni ilojisi yo'qmi? Demak gunohdan tiyiladi. Ikkinchi tavsiyani aytdilar. "Iza aradta an ta'siya Alloha fabhad an ardi laysat lillahi fa'asihi hunalik." Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, unda Allohning mulki bo'lmagan joyga chiqib ket, yerdan chiqib ketdi, o'sha joyda gunoh qil dedi. Haligi kishi yana subhanalloh, qanday bo'ladi bu? Qana qilib men chiqib keta olmaymanki, butun yer va osmonning mulki lillahi mulkus samawati val ard. Yer va osmonning mulki Allohniki bo'lsa, qanday qilaman buni deganida, Ibrohim ham, "Ey banda, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida turib bo'lmasa qanday qilib gunoh qilmoqchisan" dedi. Uchinchi tavsiyani ayting dedi. Aytdilarki, "Ida aradta, agar Alloh taologa gunoh qilmoqchi bo'lsang, shunday bir joy topkinki, Alloh u yerda seni ko'rmasin" dedi. Ya'ni Alloh ko'rmaydigan joyga bar qilaver dedi. Yana haligi odam subhanalloh, qanday qilib Alloh taolo butun yer yuzidagi har bir narsani ko'rib turgan bo'lsa, qanday qilib men bu narsani qila olmayman deganida, yana aytdilarki, "Ey banda, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida yurib, Alloh qayerda bo'lsa seni ko'rib turganini bilib turib, qanday qilib gunoh qilasan bo'lmasa." U odam yana so'radilar, "Yana davom eting" dedi. Ibrohim ham aytdilar, "Agar yana Alloh taologa gunoh qilishlik senda istagi paydo bo'lib qolsa, shu gunohni qilaverganda va jaa malakul maut, vaqtiki kelib seni joningni olgani Azroil, jon oluvchi farishta kelganda, unga qarab, menga ozgina imkoniyat berib turing, ozgina tavba qilib olay, ibodatlarim qilib olay, keyin jonimni olasan deb ayt" dedi. Shunaqa bo'lsa gunohlaringni qilaver. Haligi odam subhanalloh, kim bunga qodir bo'ladi? Alloh Qur'onda "Estaizu billahi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun." Bir kishini bu dunyodan 30 soat kelsa, uni 1 soniyaga kechiktirib ham, tezlashtirib ham bo'lmaydi-ku. Qanday qilib men buni malakul maut qaytaraman deganida, rahmat ham aytdilarki, "Ya rajul, ey kishi, Allohning rizqini yesang, Allohning yerida yashasang, Allohdan qochadigan joying bo'lmasa, hatto malakul maut kelganda buni qaytarishingning imkoniyati yo'q bo'lsa, qanday qilib gunoh qilishga jur'at qilasan?" Oxirgi 5-sini aytingchi deganida, 5-sini aytdiki, "Gunohlaringni qilaver, qancha gunoh bo'lsa qil, lekin qiyomat bo'lganda do'zax farishtalari seni o'zlariga tortayotgan mahalda, men u yerga emas, boshqa joyga boraman deb aytasan" deganda, u banda yig'ladida, "Buni qila olmayman" dedi. Bu hech kimning qo'lidan kelmaydi. Unday bo'lsa qanday qilib gunoh qilasan? Allohning rizqini yeb, yerida yashab, Alloh taoloni ko'rmaydigan joyda bilmaganingdan keyin, o'lim farishtasini qaytara olmaganingdan keyin, u dunyoda o'zing xohlab zaboniyalarga meni jannatga yetaklang deb ayta olmasang, bu tavba qilgandan keyin qanday gunohga qaytasan dedi. Haligi inson yig'lab orqasiga burildi-da, Allohga tavba qilib qaytdi. Hammamiz uchun azizlar, hammamiz uchun bu tarbiya.
Gunoh qilyapmiz, Alloh bizni kechirsin. Allohga tavba qilaylik. Lekin shunday tafakkur qilaylikki, ertaga o'sha gunohni qilishlikka ishtiyoq paydo bo'lib qolganda hozirgi tavsiyalarni eslab ko'raylik. Chunki shayton bizni vasvasa qiladi, nafsimiz gunohlarni chiroyli ko'rsatadi. Gunohlarni ko'rganda banda yaxshi ko'rib shuni qilgisi kelaveradi. Shu paytda Alloh taolo meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, rizq beryapti. Nima uchun men gunohlar qilishim kerak degan savolni berib tavba qilishimiz kerak. Bugun imkoniyatimiz borligida azizlar, mana shu tavba eshiklari ochiq mahalda agar gunohdan to'xtab tavba qilsak, Alloh bizga juda katta ne'matlarni, ya'ni o'sha tavba qiluvchilarga beriladigan hamma ne'matlarni beradi.